Nemis tilidan darajangiz A2 yoki B1. Eshitasiz, tushunasiz, yozasiz, lekin gapira olmaysiz. To'g'rimi? Bu savolni o'quvchilarim har kuni berishadi va buni men shaxsan Feruza Ochilova 8 yillik tajribamga tayangan holda sizga ayta olamanki, til o'rganishda siz kitobni ochib, qoida va so'zlarni yozishingiz yetarli emas. Birinchisi shadowing. Tinglaysiz va gapni so'zma-so'z qaytarib yodlab olasiz va buni siz podkast, serial, intervyular bilan qilishingiz eng samarali yo'li hisoblanadi. Ikkinchisi chunking, ya'ni ibora yodlash. Misol uchun, ich wollte gerade sagen dass, soweit ich weiß. Uchinchisi active recall, eslab gapirish. O'zingizdan so'rashingiz kerak, bugun nimalarni o'rgandim va qaysi kontekstlardan foydalansam bo'ladi deb. Bunaqa insaytlar aslida juda ham ko'p va men o'z darsimda o'quvchilarimga bundan-da qiziqarli insaytlarni bo'lishib boraman. Mo'yn ham bu kursiga qabul ochiq va darslarga qatnashish uchun kommentariyada plyus belgisini qoldiring.